Mana bugun Temurbek o'g'lim Python kursini tugatdi sensorik o'quv markazida. O'ylaymanki, kelajakda buni olgan bilimlari asqotadi, yaxshi inson bo'lib yetishadi, kelajakda o'zini hayotini yetib mukammal qilishi uchun o'ziga zamin yaratayotdi deb o'ylayman. Keyingi kurslariga ham o'qitish niyatim bor, xalqaro kursida ham o'qitish niyatim bor. O'quv markaziga omad tilayman. Bunaqacha mashaqqatli ishlarda hech qachon charchamanglar. Omad, rahmat sizlarga hammalaringizga.